Oila farovonligi, xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash hamda ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlar mahalla darajasida ham muntazam davom ettirilmoqda. Zangiota tumanining Namuna mahallasida ana shu yo'nalishdagi xizmatlarni bir joyda jamlagan oila va xotin-qizlar maskani faoliyat boshladi. Unda ayollar va yosh oilalarga turli yo'nalishlarda amaliy ko'mak ko'rsatish imkoniyati yaratilgan. Hozirgi lavha shu haqda. Tumandagi Namuna mahallasida oila va xotin-qizlar maskanining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda viloyat va tuman mutasaddilari, oqil ayollar harakati vakillari, mahallalardagi xotin-qizlar faollari ishtirok etdi. Maskanning tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash, tadbirkorlik tashabbuslarini rag'batlantirish va mavjud muammolariga manzilli yechim topishga ko'maklashdir. Ayollarning tadbirkorligini rivojlantirish uchun alohida ijtimoiy va iqtisodiy loyihalar ishlab chiqarilgan. Bu imkoniyatdan hamma shu respublikamizning eng chekka hududidagi xotin-qizlardan foydalanishlari mumkin. Bemalol kelib 33 million kredit olganmiz. Sekin-sekin mahsulotlarimiz ichki bozorga chiqarganmiz. Ichki bozordan so'ng keyin tashqi savdoni ham yo'lga qo'yib, Tojikiston, Rossiya bozorlariga chiqqanmiz. 35 dan oshiq mahsulotimiz bor. Kasanachilik yo'nalishi bo'yicha ham ish faoliyatimizni olib boramiz. Asosan ayollar aksessuarlari va milliy va zamonaviy taqinchoqlarni ishlab chiqaramiz. Migratsiyadan qaytgan ayollar, jazoni o'tash koloniyasidan chiqqan xotin-qizlarni ham bir chetda qolmagan holda tadbirkorligini rivojlantirish uchun ilk qadamlari uchun subsidiyalar, sudalar va davlat grantlari ajratilgan. Bundan unumli foydalanib turgan bir nechta xotin-qizlarni namuna sifatida ko'rsata olaman. Buning uchun muhtaram prezidentimizga kattakon rahmat aytaman. Bu yerda xizmatlar bir necha yo'nalishda yo'lga qo'yilgan, jumladan yosh nikohlanuvchilar uchun yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash mashg'ulotlari tashkil etiladi. Unda bo'lajak kelin-kuyovlarga oilaviy munosabatlar, o'zaro hurmat, mas'uliyat va sog'lom muhitni shakllantirishga oid tushunchalar beriladi. Xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish maqsadida ularni tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitish, kasb-hunarga yo'naltirish va bandligini ta'minlashga ko'maklash ham maskan faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri. Toshkent viloyatida bugungi kunda 22 ta shahar va tumanlarda bosqichma-bosqich mana shunday oila maskanlari tashkil topyapti. Bu maskanlarda bugungi kunda nikohlanuvchi shaxslarni mana shu nikoh qurishdan oldingi jarayonlar, oilaga tayyorlash jarayonlari, erta turmush yoki bo'lmasam oilaviy ajrimlarni oldini olish, nizolarni bartaraf etish va eng asosiysi nizolashayotgan oilalarni ham biz ahil oila kunida mana shu mas'ullar bilan birgalikda yarashtirish ishlari, ya'ni oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasini yarashtirish ishlari ham mana shu oila maskanlarida ham o'tadi. Albatta bu yerda afzalligi shundaki, nizolashayotgan oilalar mana shu oila maskaniga kelganda ular bilan alohida psixologlar, alohida huquqshunoslarimiz ishlash orqali bugun ular bilan mediatsiya ishlari ham amalga oshadi va oilaga qaytarish, farzandlarni bugungi kunda oilasi davrasida qolish imkoniyati ham juda yuqoriligini ko'rsatib turibdi. Maskanda ayollar uchun huquqiy masalalar bo'yicha maslahatlar, tibbiy xizmatlar hamda malakali psixolog ko'magi ham tashkil etilgan. Bu xizmatlarning mahallaga yaqin hududda tashkil etilishi xotin-qizlarning murojaatlarini o'rganish, muammolarni aniqlash va zarur holda tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda ularni hal etishga xizmat qiladi. Yangi maskan endilikda mahalladagi xotin-qizlar, yoshlar va oilalar uchun maslahat va ko'mak olish mumkin bo'lgan manzillardan biriga aylanadi. Asosiy vazifa esa mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanib, oilalardagi muammolarning oldini olish, ayollar bandligini qo'llab-quvvatlash va mahallada sog'lom ijtimoiy muhitni mustahkamlashdan iborat.